Assalomu alaykum ikromli qarindoshlar. Hammalarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum Mavlanka. Va alaykum assalom. Choyxona suhbat programmasiga xush keldingiz. Bugungi suhbatimiz yana shu xalqaro masalalar haqida bo'ladi. Ikki haftaning oldida yana 5-oyninki, bir haftadan oldingi 5-8-kuni Xitoy raisi Xi Jinping Yevropadagi 3 davlatga, ya'ni Fransiyaga, Serbiya va Vengriyaga ziyorat keldi. Bu nurg'un davlatlarniki diqqatini tortdi. Bu vaqtlarda biroz suhbat bilan bo'lmasa bir suhbat qilaylik deb, balki vaqti ozroq o'tgan bo'lgan bo'lsa-mu, bugun ham siz ekranga taklif qildik. Bu Xi Jinpingniki Yevropa ziyarati dastlabda shu Fransiyadan boshladi. Fransiya ziyarati haqida o'zingizniki ko'rganlaringizni, o'zingizniki analizlarni bu vaqtda o'rtoqlashgan bo'lgan bo'lsangiz, rahmat. Endi bu bir buningga iliqma aday pidoyning ekraniga chiqqanda uni leksiya shakl tayyorlagandan keyin o'qib, yozib, takrorlab chiqma. Meningga mana shu to'rda qarabla ko'rganlarimda o'zimning analiz shuning uchun men choyxona dedik buni. Tabiiy so'zlash oldu, sen so'zlaysan, men so'zlayman. Ana shu qildi. Endi bu masalanga bu Xi Jinpingninki masalanga qisqa deysan, bu masalani cho'nqurlab analiz qilman deysan. Qanday qilishdi-da bu masala? Masalanga buni qisqartib desak, Xi Jinping budaqi Fransiya, Vengriya, yana biri Sibiriya deymiz. Sibiriya. 3 davlatga chiqishning asosiy maqsadi Xi Jinpingninki. Endi Yevropa bilan Amerikaning o'rtasida bir ziddiyat paydo qilmoqchi, bir bo'shliq qilmoqchi, bu ishni biroz ayirish maqsadi shu. Endi ashaga kirmoqchi. Bu nimaninki bo'libmi Xi Jinpingninki ma'o Yevropada, nima ama bu bütün xalqaro qaraganda bu Xi Jinpingning Yevropa bilan Amerika o'rtasidagi ittifoqini ayirman degan maqsadi asosiy jihatdan mag'lub bo'ldi. Yevropa birlashmasining raisi Ursula. Men Uyg'urcha o'qiyapman, ha? Endi uni qanday Ursula deymiz-ku. O Xi Jinpingni ko'rib bo'lgandikanlar shunda qattiq Yevropani ogohlantirib shundoq deydi emasmi? Yevropa cho'qim Xitoyning Yevropa bozoriga zo'r miqdorda to'liqmi bergan elektrlik mashinani kirgizishni, import qilishni to'sash kerak dedi. Hozir Xitoy degan Xitoyning elektrlik mashinasi Yevropa, Amerikaga yozgan nisbatan arzon. Chunki nimishqa desa, u Xitoylar uningga hukumat to'liqni berdi. Masalanga men Yevropa kirsam, ma mashina Yevropalarda 50 mingdan sotgan bo'lsam, sen bunu apırıp 30 mingdan sotsa, o vaqtda sening mashinang arzon bo'lganligi haq oladi, 20 mingni biz hukumat sana to'ldirib beramiz deydi. Bunda qanki bu savdo rol xalqarodagi savdo qoidasiga xilof qildi. Lekin ma Ursulaning magipi Mushi gibidan bilgini bo'ldi, bu Xi Jinping bilan bu ikkisining o'rtasidagi suhbat tamamen vayron bo'lgan suhbat bo'ldi deyish bo'ldi. Budaqa sayoratninki masalan chiqish vaqti, borgan yeri, shu sayoratninki haqlarga qilgan uchurdan qarasam, bu jihatda Xitoy nihoyat inchik strategiyalik o'zlarining planida 6 kunlik Yevropa ittifoqiga bo'lgan bir xil bu 6 kunlik ziyoratini strategiyalik planlagan ziyorat deb hisoblaydi Xitoyliklar. Lekin bu suhbat hozir Ukrainadagi ikki tarafninki Ukrainadagi urushdan tortib tabuz Yevropadagi savdo urush o'zaro bular savdo urushda surkilish nihoyat jiq. Shuning uchun lekin Xi Jinping bu da Fransiyaga borganda Xi Jinping hech qanday muhim masalalarda Fransiyaga yo'l qo'ymaydi. Faqatlar Fransiyani sen Amerika bularga qaramay o'z oldinga mustaqil strategiyani qur degan ideya tutdi. Shuning uchun bu yerda hech qanday bir Fransiyani endi Xi Jinpingning Fransiyaga tunji nima qilishning asosi, chunki Fransiya doim deydi emasmi? Biz Amerikaninki bir pochta emas,
başka devletlerdeki Amerika'nın yüzü qaramay biz özümüz mustaqil bu bir devlet Amerika'nın siyaseti bilen bizning ancha aloqamiz yo'q deydi Fransiyaning yaqin prezidenti Macron da Uyg'urcha o'qisak Macron deb o'qidim bu. Macron lekin Macronning bu gapi Xi Jinpingga intayin yoqdi. Shunga Xi Jinping Fransiyaga berishning maqsadi Fransiyani imkoniyatda Fransiya bilan Amerikaning o'rtasida bir ingliz desak gap bir orliq paydo qilmoqchi. Bir orliq paydo bo'lsa endi u yerga Xitoy kirib kira oladi. Shuning uchun mushu Amerika bilan Xitoy urushida Amerika bilan Xitoy urush desak ma ilishish deymizda. İlişte Xitoy Fransiyaga, Serbiyaga va Vengriyaga zo'r umidi bor bo'ladi. Bular orqali mushu uch davlatni Yevropa, Amerika bilan ziddiyat silish orqali ashadin bir Yevropaga bo'sib kirish nuqtasini izlamoqchi. Lekin bu Xitoy Fransiyaning strategiyalik planlarini xato tushunib qolgan gap. Fransiyaning biz Amerikaga tayinmaymiz, Amerikaning qo'shimchisi bo'lmaymiz degan gapini cho'ng bo'lib ketgan. Hamma Serbiyaninki va Vengriyaning xalqarodagi ta'sirini cho'ng ko'rgan. Amaliyot Serbiyada inglizcha, Vengriya bu ikkisining xalqaroda ancha ta'siri yo'q. Lekin Xitoy azaldan tortib Xitoy Gumsandan inqilobi yildan shaharni qurshab eng oxirgi shahar ilish degan mavzudan qolgan ideya bo'lgandan keyin Xitoylar Serbiya bo'lsin, Vengriya bo'lsin bir yerdan bir bo'sish nuqtasi bir yerga bir mix urib olsak, asta kengaymiz deb so'zlaydi. Lekin Ursula Yevropa ittifoqininki raisi uning degan gapi bor. Bizning degani Yevropaning deydi. Yevropa bozorida hozir Xitoyning hukumat tarafidan to'liqlama qilgan elektrlik mashinasi to'shib ketdi. Biz bu masalani cho'qim hal qilishimiz kerak. Biz cho'qim bizning sanoatimizni saqlash kerak deydi. Shuning uchun hozir Yevropa Xitoyga qarshi o'sha Xitoy hukumati qanchalik to'liqlama berdi, qanday to'liqlama beryotdi degan tekshirishni olib ketib bordi. Endi bu tekshirish chiqqandan keyin bu tekshirishning natijasiga qarab Jungodan import qilgan mahsulotlarga bojni kuchaytirishni boshlaydi. Masalan, Amerikani hisob qilsak, masalan, keyin oxir so'zlab o'tib Amerikada hisob qilsak, Amerikada masalan elektrlik mashinasiga 100% boj qo'yibdi. Yevropada hozir bu yo'q. Nima hozir dunyodagi masalan dunyodagi elektrlik mashinaningki 60%ni Xitoydan kelyapti. Haqiqatan bu dunyoni Hongtang qoldiryapti. Hozir bu elektrlik mashinasi degan dunyoda hozir intayin tez etib borgan mashina. Shuning uchun Yevropa birlashmasi Xitoyninki Yevropada 3 Xitoyninki elektrlik mashinasini qabul qilayotgan shirkatlarga ogohlantirish berdi. Hamma Xitoy, Amerika, Yevropaga elektrlik mashina chiqarayotgan 3 shirkatga ogohlantirib berdi. Ular sizlar bizga to'liq material yetkazmadinglar, buningki ishlab chiqarish haqqi qanchalik ketadi, import qanchalik ketadi, xalq qanchalik maosh bersizlar, shularni chiqarib bermasanglar, biz bu mashinalarga tekshirish ilib sizlarga qo'yadigan bojni nayt ig'ir tuyitmiz deydi. Hozir u bojlarga 7,5% qo'ydigo deyman. Masalangida 7,5% qo'ydigo deyman. Bir bojni masalangida sen masalanga manda deb hisoblarsan 10 ming qo'yliq bir nimani Yevropaga kirgizding. 10 qo'yliq narsani Yevropaga kirgizsan, uningda 7,5% boj olding degan so'z, sening u narsa $10,000 $750,000 $10,000 $750 so'mga chiqadi. Sen 750,000 so'm ortiq to'laysan. Agar Yevropa uni 50% bojni qilib u vaqtda 10,000 so'mlik mashinaga 500,000 so'mlik $5,000 boj to'laysan. U vaqtda uning sening chiqiming $15,000 bo'ldi. U vaqtda sening mashinangning foyda ancha bo'lmaydi. O Xitoyninki bu shirkatlar vayron bo'lishga boshlaydi. Nima
Ondan keyin Serbiyaga qilgan bilan Serbiya hozir Amerika bilan nima Xitoy bilan yaqin bo'lgan bilan Serbiyaning Yevropada kichik bir davlat, ancha ta'siri yo'q. Ham Yevropa ittifoqining a'zosi emas, ham Yevropa siyosatimi ancha ta'siri yo'q. Shuning uchun lekin Vengriya bir Yevropadagi bir davlat. Vengriyaning bosh ministrining ismi nima Orbanmi? Orbango o intayin Xitoyparast. O intayin Xitoyparast. Lekin o Orban hozir Yevropa ittifoqining ichida o'zi yolg'iz qolgan bir odam. Shuning uchun bu ikki odam bilan birlashib Xitoyning uyaga bog'ini Yevropada ancha cho'ng to'lqin qo'zg'ayanmaydi. Xalqaro siyosat. Boshqa buningki Xi Jinpingning bu zaman mushu kirishdan bir 2 kun qolib Amerikada Xi Jinpingning Yevropa qilgan ziyorati Amerikada hech qanday to'lqin qo'zg'amadi. Bir to'g'rilami tuzlikmi bamidi. Ben Xitoy to'rlarida kirib qarab baksam, ularmi buning alayt, chunki bu yerda hech qanday cho'ng ish yo'q. Alaytan bir analiz qilib, alaytan birini tuzlab ketmadi. Hamma so'zlaydigani Xi Jinping Xitoy to'rlarida Xi Jinping mag'lub bo'ldi deydi. Hech nishoniga yetolmadi deydi. Shuning uchun bu so'zlarningki ancha iliqi nimasi bo'lmadi cho'ng ta'siri. Shuning uchun menimcha Yevropaningki bu nimasi qarasang, hozir shunchaliklar so'zlayli, savoling bo'lsa men o'zimning tushunchasini so'zlab boqay. Asosiyatdan buning jarayoni mushu. Endi nima xabarlarda nima deyishayotgan ba'zi bir xabarlarda Italiya Xitoyniki bir balvoq bir yo'l qurilishdan chekinib chiqqandan keyin unida yenib ketdi emasmi? Shuning uchun Xitoy Vengriya bilan shu Serbiyani qo'lga tutish orqali Italiyaga bir kuchli zarba berish. Shunday bu Vengriya bilan Serbiya ham buni Rusning ta'siri kuchli bir davlat-ku bular. Balki mush orqali Rossiyaning nimasidan foydalanib endi bir qilish degandek narsa bu narsaga yetamidi endi buni emas. Hozir siz deyapsiz buningda. Endi o'tganda mush omillarni ko'z tutgan vaqtda hozir endi Xitoyniki nimasida Yevropadan endi shunday bo'lganda cho'ng'iliq masalan ilgari nima Germaniya bosh ministri Xitoyga bordi, uning keyin Fransiya nimasi Macron borgan Xitoyga ziyoratda Xitoy bakal dog'duliq kutib ketmadi, mayoq kelganda bular bak dog'duliq kutib ketmadi-da. Yana endi Fransiya kelishdan tang'iliq Yevropa parlamentiga ayol urslar kelib birlik kutib oldi. Xi Jinping bir qattiq yana bir tasdik solgandek bo'ldi-da, endi nimasi deydi. Shunday bo'lganda endi Yevropami hozirgi nimasi qaraganda Xitoy umumiy taqobil turadiganligi eng oxirgi kuchli bir signalni berdi deyish bo'ladimi Xitoyga nisbatan? Endi bu Xitoy qara bir cho'ng davlat, buni esingizdan zoda chiqib ketmiz. Har qanday vaqtda. Ikkinchi iqtisod davlat. Dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisod davlat. Bu davlatga darrol Amerikada cho'ng davlatlar Yevropa ittifoqi zarba bermasa, zarba bergan, masalan Amerika, Xitoy, Yevropa masalan Fransiya, Italiya deydi. Xitoyga 1000 qo'yliq zarba bergan yerda o'zi 800 qo'y ziyon tortdi. Bu cho'ng davlatning kuchi cho'ng bo'ladi. Shuning uchun bu masalanga Xitoy o'ziningki nishoniga yetamaganligini biladi. Endi Xitoyning hisobida men o'shaga bordim. Endi Xitoy o'sha Serbiyaga borgan deganda butunlay Xi Jinping aeroplan tushdi. Unga nechtaylik nima urush aeroplanlar mushta qo'g'dab tushadi-da, ular cho'ng ishda u. Shuning uchun Xitoyning hisobida Xitoyga berib qarasang, biz maqsadimizga yetdik. Ayaga bordik. Ikki davlatga deydik. O Serbiya, Vengriyaning prime ministeri o Oban o Xitoyparast. Biz ashad ma'lum ta'sir ko'rsatdik. Endi shu asos asta cho'ngib bir Yevropada Italiyaga atrofiga bir ta'sir yetkazalaymiz. Biz ashada bundaq turadigan bir o'rinni tepib oldik deydi. Sen bir dengizdan hujum qilib, yan bir davlatga dengiz orqali hujum qilsang, birinchi ishing sen ash davlat o'tgandan keyin ash dengiz qirida sening bir turaqliq o'zingning o'rinni bekitib olish birinchi. Endi asha qolgan askarlaring kelib ashadan hujumni ko'paytib, endi sen ilgari sursa. Xitoyning Xitoy ichi deydiganlari biz ana ashundaq bir punktni Yevropa hujum qilgan punktni bekitib oldik deb so'zlaydi. Endi ularning hisobida u. Endi
Vengriya bilan bu asos qildi. Ma u Fransiyaga bag'ini, ya'ni Fransiya deydi, sen mashinani elektron mashina qilishni butunlay to'xtasa, bo'lmasa biz sana ishni etib etamiz deydi. Amerikada. Shuning uchun Fransiyaga bo'lgan nimasi mag'lub bo'ldi. Ular Fransiyani xato hisoblab qoldi, lekin Vengriya bilan Serbiyaga bo'lgan nimasi ma'lum jihatda natija qozondi. Endi u yerda ular bilan ma'lum kelishimlarni qila oldi. Lekin o ikki davlatning Yevropada ancha ta'siri yo'q. Endi asta-asta mushta o'ynaydigan gapda bu diplomat deganda. Kelishim haqida ba'zi sizniki ko'rgan nimalaringiz bormi? Nima to'g'risida kelishim bor nimada? Avo nimalar Vengriya bilan shu Serbiyada. Endi Vengriya bilan Serbiyaning u ikkisini o'ttirib qilgan asosiy Amerikada o ikkisi shu Xitoydan pul so'raydi. To'g'rimi? Xitoy bo'ladi, men mahsulotlarimni sening misha kirgizaman deydi. Ular qabul qilamiz deydi. Hozir mahsulot ya qabul qilamiz deydi, ma'qul deydi. Asosiy jihatdan Xitoyning deydi, buzoq olgan yoqi siyosiy jihatga kelishim. Sen biz taraf bo'ldi, bizning ovozimiz bo'lib, bizni qo'llab Yevropaga kirishimizga sen ovoz qo'shsa deydi, u ikkisi ovoz qo'shdi. Bo'ladi deydi. Xitoydan iqtisod yordam oladi. Shu bu yerda modda to'g'riliq rasmiy mahsulotlarning kirib chiqib to'g'riliq ancha cho'ng ish yo'q. Chunki Xitoyning mahsulotlarga nisbatan chiqanda bu ikki davlatga qilgan eksport Xitoyningki, u Xitoyning iqtisodiy hajmi nisbatan kichik yo'q degidek. Bu yerda Xitoy ular bilan bo'lgan iqtisodiy kirimni o'ylashmayapti. Bu yerda Xitoyning o'ylashayotgani bu ishni bir boz qilib turib, Yevropaga kengaytirishni ma'qul plani. Bu yerga import qildigan, endi o ikki davlatmi Xitoyga hech qanday jiq bir eksport qilolmaydi. O ikki davlat qancha narsa import qiladi? Masalan, bir 200 million dollar birimni eksport qiladi. O degan hech qancha narsa emas u xalqaro bozor deganda. Shuning uchun bu yerda iqtisodiyotda ancha cho'nglik yo'q. Meningcha eng asosiy nimasi bu Xitoyning ashad bir boz qurdoqda boz qurvog'ini shuni nim qildi. Uningda muvaffaqiyat qozondi. Bu ishga Yevropa Fransiyada unda qolsa Mavlaka hamda Shi Jinpingning Yevropa ziyorati mishada Twitter'da hamsa Shi Jinpingningki Yevropa ziyoratidan bir haftadan keyin Rossiya Zontong Putin Xitoyni ziyorat qildi. Bu ziyorat dag'doliq bo'ldi ko'rdikda, hamda Shi Jinping shunda qattiq kutib oldi. Dunyoning diqqatini tortib ham mushaqida hamda o'zimizning bir analizni o'tirib qo'yib baksangiz, nima uchun hamda Putin Shi Jinping Yevropa ziyoratidan keldi, Putinning Xitoyga ziyorat keldi. Bu ziyorat qilishga maqsadi nima? Mushaqdagi o'zimizning bir analizni bir olib baksak qoladi. Endi buning analizmi deb, masalanga buni yana o'xshash, masalanga qisqa deb qilamiz desak, Rossiya Xitoyga tayindi. Chunki Rossiyaga pul kerak. Uning puli gaz bilan maydan keladi. Butun Yevropadan to'xtagandan keyin Xitoy buningki gazni kirgizgan asos davlat bo'lib qoldi. Rossiya buningga Xitoyga tayindi. Uning emas Xitoyga urush deganda sana masalan qurol yarog' yasaysa hammasiga material ketadi, har xil material. Buni Rossiya Xitoydan keldi. Elektrolog masalan chip, masalan nurg'un elektrolog, masalan mashinalar ishlaydigan asbob uskunalar, bularni Rossiya nurg'uni Xitoydan, hozir xalqarodan, Yevropadan ham yerdan to'xtagandan Xitoydan keldi. Bularga Rossiya Xitoyga ehtiyoj. Ham Rossiya uchun Xitoy hozir butun Yevropa Amerikadan ninki qarshi tarafga bir dushman tarafga o'tib qoldi Rossiya. Endi u masalanga Xitoymi Rossiya taraf bo'lib ketsa, u vaqtda butunlay xalqaroda bir yakka qoldi Rossiya. Shuning uchun Xitoyni o'zining urush mashinasida o'ziga chin qetib olsa, xalqarodagi yakkilikni, yolg'izlikni ma'lum darajada uni buzdim deb hisoblaydi. BDT'da masalanga Rossiya to'g'riliq bir qaror chiqarmoq desa, Xitoy inkor qila oladi. Bu jihatda aytganda, Rossiya mushlan azob tutdi. Uningki bo'lib qoldi. Rossiyaningki Amerika uningki xalqaroda dollar almashtirish nimasini Swift degan almashtirish nimasini to'xtatdi. Uningga dollar bilan bir yerda birini ololmaydi. Xitoydan oladi, Xitoydan rubl bilan oladi. Shuning uchun bu jihatda hozir Rossiyaning eng muhimi, hozir Rossiya bildi Ukraina urush uzun muddat, texmi uzun so'zildi.
Shuning uchun Xitoyning uzun muddat yordamiga ehtiyojli. Endi uningga Xitoy biladi, Rossiyani Yevropaninki Amerikaning talabiga asos Rossiyaga yordam berishni to'xtab, Rossiya butun mag'lub bo'lib ketsa, Amerikaning Yevropaning budoq urdigan nuqtasi Xitoy bo'ldi. U vaqtda Xitoyga hech kim yordam qilmaydi. Qildigan odam qolmaydi. Masalan, Chavshanda esa, Eronda esa bu kichik bir davlatlar, bir yaqin vaqtda cho'ng davlatlarga yordam qilolmaydi. Hech qanday manbasi yo'q, kichik qig'ay davlatlar. Shuning uchun Xitoy Amerikaningki Yevropaning har qancha besim bo'lsa, uning taqobil turib, Rossiya bo'lgan munosabatni kuchaytirdi. Masalan, buni qisqartib umumyuzlik yakun shaklida desak, mushundaqlar. Lekin bu strategiyalarni inchiklab analiz qilsa, bu nurg'un strategiya inchiklab analiz qilishlarning ichida qurqurlib yotuvchi shularni tatlab chiqish keldi. Sen masalan inchiklab analiz qilman desang, masalan bu da Putin. Uyg'urcha Putin deb o'qiymiz-ku. Bu yangidan texma 3-oyda bu yangidan prezident bo'ldi, ya'ni saylandi. Putin, to'g'rimi? Bu 25 yillik prezident bo'ldi-da Putin. Yangidan prezident bo'lgandan keyin tunji sirtqa chiqib ziyorat qilgan davlati Xitoy bo'ldi. Bu Xitoy Rossiya munosabatida intayin muhim rol o'ynaydi. Hamma bir vaqtida Xitoy Amerikadan kelgan besim kundan kunga ig'ir bo'lyapti. Amerikaning deydigani sen Rossiyaga Ukraina urush qilyapti, sen Rossiyaga bergan yordamni to'xtatsa, hech bo'lmaganda azaytsa deydi. Mana bu hozirgi naslda 5-oyning 16-si Putin keldi, Putin kelib Xitoyga ko'chib, uningga Harbinga bormoqchi. Harbinga bormoqchi, u yerga berib 8 bormoqchi deyman. Badi 8 bugun 21 bo'lib ketdi. 8 Xitoy Rossiya ko'rgazmasining ochilish marosimida qatnashdi. Ikkisini maqtashmaydi. Putin Xi Jinping so'zlaganda asosiy Amerikaningki Xitoyga bo'lgan savdo besimini ogohlantirish to'xtatdi. Mushni qanday qilamiz deydi. Mushni masalan, agar Ukraina Rossiyaninki Jungoning deganim, Xitoyninki yardım bo'lmagan bo'lsa, Rossiya va Ukraina urushda intayin qiyinchilik uchrab qoladi. Hamma Xitoy Ukrainaga yordam berib, hozir Amerika bilan, masalan, agar Ukraina bormagan bo'lsa, Ukraina Rossiya degan Yevropa bilan Amerikaningki misli ko'rilmagan jazosi uchirdi-da. Bu Rossiya buni shuning uchun bu Xitoyningki yordami Rossiya uchun bir halqiliq, critical point deb halqiliq bir yerga nimib qoldi. Nima Xitoyni bunday qilsa, uni mayli sen yaxshi-da, mayli yaxshi ko'rayli, yaxshi ko'mayli, u dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisod gavdasi. Bu bir haqiqat ashad turdi. Hozir dunyoda hamma odamni vaqirtadigan, to'litadigan iqtisod. Puli borning to'ng deb qo'ymiz-ku Uyg'urlar. Shunga o'xshash Amerika nima uchun dunyoda hamma butun dunyo qarshi do'stmi, yana Avstraliyaga umumyuzlik yordam berdi. Chunki Avstraliya yordam berdi, dunyoning har qancha qilgan bismi Amerikaga ancha ta'sir ko'rsatmaydi. Endi bu yerda bir gap qisqa gap qolib qoldi, gapimiz bo'lyapti, to'g'ri tushunadi. Sizlarimiz 5-18-kuni Putin Xi Jinping bilan birga Daliyandagi Xitoy Rossiyaning 8 qatlam bir ko'rgazmasiga nim qildi dedingiz emasmi? Bu Daliyani Xitoyning ig'ir bu tarafda shuni Xitoyning ashyolarga ig'ir sanoatning nimalar bor deyman bu taraflar. Margida ig'ir sanoat. Endi ashyoga bir ko'rgazmani nima qilqi ziyoratlarga to'g'rilab nimasiga bir siyosiy orqa ko'rinish bormi deb. Yani ig'ir sanoat o'rinlari bo'lgan ig'ir tip qurollar orqali Rossiyaga yordam beradigan. Endi Rossiya mag'lub bo'lib ketib qolsa abatni dedingiz, ham dunyo o'sha Xitoy dunyo butunlay yetim qolib qoldi deb. Endi hozir Rossiya bilan Xitoy birlashib, endi g'arbga qabul turish, endi zot ashyoga nima qildi-da?
bular ortada. Yani Ukrayna urushi tugimasa G'arb kim egilib kelyapti hozir. G'arbda dunyoda Yevropa, Amerikada shu Yevropa hamma narsa boshlab ketyapti hozir. Yangi ko'rsatib qoldi ba'zi. Undan boshqa urushga yordamga tashkil qilavergan bo'lsa, masalan, Gollandiyada deylik, Ukraina urushlariga nimalarga qarshi xalqning bir norozilik bor-ku. Uy qiz, Ukrainalik katta qaz, uy bekorlik, to'qsu bekorlik, qatnash bekorlik ishiz bajanmaydi bu narsalarni. Gollandiyaliklar deydi ba'zilari. Biz Gollandiya nüfusini chiqitib, Ukraina nüfusini kirib, onikani qaytib kelsak, teximiz yaxshi yashayotganmiz Gollandiyada degan shunday gaplar bor-ku hamda. Endi mushni vaqtdan qaraganda bu urush tugmasa Yevropaga besim bo'ladi. Xitoymi, Rossiya seqiraydi urushda. Xitoy qachongacha yordam bera oladi bu Rossiya nimasiga? Uni birini bilolmaydi. Endi bu da qachdi Xorbiga berishim ig'ir sanoatlardimi yana bir Rossiya yordam berdigandek bunday Xitoyga bergan bir signallar bormi bu ishning ichida? Rossiyaning Xitoyning albatta Rossiyaning cho'ng nimasi bor-da o'z vaqtida Ikkinchi dunyo urushining keyingi mezgillardami shu mezgilda Xitoy cho'ng yordamlarni qilganda Xitoyniki ig'ir sanoat nimalarga. Ya onun bilan o yordam qilgan, lekin Xitoylarninki o Rossiyaga bo'lgan uyushmanligimi Harbingdan keldi. Chunki Xitoylarning 1948-45-yili Rossiyaninki Xitoyninki Dongbay rayoniga 1 million askarni kirib, Yaponning Kanton armiyasini mag'lub qilib, Yaponiyani mag'lub qildi. Shu jarayonda Rossiyaning odamlari nurg'un hamda Xitoylarning deyishicha, necha yuz ming Xitoy odamlari o'ldirib, o'sha ayollarning hammasiga degdek bosqinchilik qilgan deydi. Ham shu mezgilda Xitoylar Harbing o'sha nurg'un Xitoyning yerini ip ketgan. Mishad uchun Xitoyni Harbingda yordamla emas, Rossiyani ogohlantirish, sening nurg'un yering, bizning yerimizni ilib olgan, shu yerimizni berishni o'yla demoqchi Xitoy. Oyoq so'qmoqchi-da, nimasi? Oyoq o'yla. Endi sen ojizlab ketding. Ojizlab ketding, sen bizninkiga ehtiyoj. Bizga ehtiyoj. Biz yordam qilamiz, sening o'sha menki Xitoyning hisobida 1,5 million kvadrat metrmi o'sh atrofida bizning yerimiz Ikkinchi dunyo urushi shunchalik bizning odamlarimizni qirg'an, ayollarimizga bosqinchilik qilib, mushu Harbing Dongbay sanction deb qo'ydi. Ülkede sen bosqinchilik qilmagan, ayol qolmagan, mana mushlarni sen bir ising sep qo'yayli. Bizning yordamimizga minnatdor bo'l, seni shunchalar jinoyatingni biz kechirib, yana sana yordam qilyapmiz demoqchi Xitoy. Masalan, hozir Xitoy bildi. Xitoy hozir Rossiyaning kam bo'lsa bo'lmaydigan ittifoqdoshiga aylanib qoldi. Rossiya onunla ayrılanmaydı Xitoydan. Çünkü Rossiya Xitoyninki energiya bozoriga ihtiyoç. Çünkü Xitoy Rossiya gaz ve neftni Xitoyga chiqamiz nega sotadi? Hozir Yevropa butunlay to'xtadi. Uningdan keyin Rossiya o'zining urush vaqtidagi ehtiyojlar ta'minlaguvchisi Xitoy. Nurg'un mahsulotlarni Xitoy chiqdi. Nurg'unlar sen degandek bular Yevropa, o'sha Harbin, Chongqing Aşağıdaki ig'ir zavodlar nurg'un Rossiyaga munosabatlik mahsulotlarni shu yerdan chiqarib berdi. O zavodlar burunlar Rossiya qurgan zavodlar 50-yildan burun. Shuning uchun u yer munosabati yaxshi. Shuning uchun lekin bunda qilish masalangida Xitoymi goy vaqtida bir xil o'ng'aysizlikda. Ma'qul, sening butun seni qo'g'dayotdi, Rossiyani qo'llayotdi, yordam beryotdi. Yana bir tarafdan Xitoy bu dunyo iqtisodining yetakchisi Amerika ekanligini bildi. Amerikada ayrılib qolsa o'zining qattiq zarba yeydiganligini bildi. Rossiya iqtisodi bilan Xitoy iqtisodi o'xshamaydi. Xitoy iqtisodi xalqaralashib ketgan. Xalqaro iqtisodlar bilan mushtaq giralishib ketgan. Shuning uchun bu Rossiya Xitoy iqtisodining bir yerdan chekinishi, chiqishi xalqaro iqtisodga ta'sir yetkazolmaydi. Shuning uchun Xitoymi shuningdan foydalanadi. Rossiya iqtisodi hech qachon xalqaralashib ketmagan. Sen Gollandiyaning bozorlariga kirsan, Rossiyaning asosi hech nimasi yo'q, mashinasi yo'q, televizori yo'q, kompyuter hech nimasi yo'q. Men bizning maya kirsam, Rossiyaning ancha shimishkisi bor. Bir Ruslarning chiqqan do'konlarda kristal, Ruslarning kristal demdik.
Shu Rossiyaning yechimi yo'q. Rossiyaning bozori hech qachon Amerika emas, eng yendiki yaqin Yevropaliklar bilan xalqaralashib ketmagan. Ular o'zi bir dunyo bo'lib yashab kelgan odam. Shuning uchun Rossiya okey, butun dunyo Rossiya faqat xalqaraga moy bilan gazni sotgan. Yevropaga. Shuni setib, shuning bilan jon boqqan. Xitoy unda emasda, xalq orada ayrılib qolsa Xitoy yashamaydi, butun shirkatlar vayron bo'ladi. Shuning uchun bu yerda Xitoy bilan o'xshamaydi. Xitoy Rossiya bilan bu munosabatni bir chetdan qo'llaydi, bir chetdan Amerika bo'lgan munosabatni, Yevropa bo'lgan munosabatning qattiqlashib ketishdan, qo'ta bo'lishib ketishdan xohlamaydi. Bu yerda imkoniyat va bu yerda siyliq munosabatni saqlab qolishning nimasi bor. Rossiyaningmi tashqi ishlar ve devlet mudofaa sistemasining raisi, onun İngilizce Fyodor Lukyanov deydi, rus qanday o'qilmaydi. Shuning bir gapi bor. Xitoy bizning shaksiz, bizningki eng muhim birlashadigan do'stimiz. Ma'lum jihat aytganda bizning boshqa tanlash usulimiz yo'q. Rossiya Xitoyda ayrılib qalsak biz bo'lmaymiz deydi. Shuning uchun masalan mushu Xitoy bilan munosabatni saqlab qolish uchun masalan Putin burungi davlat mudofaa ministrini ilib tashlab, uning o'rniga Andrey Ronovich degan bir iqtisodshunosni davlat mudofaa ministri qildi. Uningdan boshqa burun Xitoy bilan xizmat qilib tajriba bo'lgan Rus amaldorlarının hammasini amaldorlarni saqlab qoldi, ularni o'stirdi. Shu orqali bor Rossiya Xitoy bilan bo'lgan munosabatni Putin saqlab qolmoqchi. Masalan, uningdan keyin Rossiyaningki OPEC deymiz, dunyodagi neft chiqargan birlashgan shuningki muavin ministr bo'lgan Aleksandrini uni o'zining xizmatini saqlab qoldi. Buni iliyitman degan kisi saqlab qoldi. Nimish qilsa barliq iqtisodni oshining munosib akirdi. Chunki Aleksandr degan Xitoy bilan nihoyat uzun quyuq munosabat qilib kelgan odam. Hozir shu Putin butun shu Xitoy bilan munosabati bor, yaxshi tajriba bo'lgan kadrlarning xatolik o'tkazishini saqlab qolyotdi. Nima bo'lsa ularni saqlab Xitoy bilan bo'lgan munosabatni intayin yaxshilab aytib bordi. Men asosan masalan lekin bunun bilan Amerika bir necha Xitoyga deydi, sen bu Rossiyaga bo'lgan yordamni yo to'xtasa yo biz sana jazolaymiz dedi. Shunun bilan bir necha bir ikkida bankni birinchi qitimliq jazo berdi. Bu Xitoyni intayin cho'chitibdi. Bu Xitoy ma'lum jihatda nurg'un narsalarni hozir Xitoyga masalan Xitoyninki neft va gazlarda ishlatadigan elektronik mahsulotlarni, sanoat asboblarini va mashinalarni shu savdo qilish jarayonida masalan Xitoyni bilan Rossiyani savdosi nihoyat ko'paydi. Masalan 2023-yili mush Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi savdo munosabati nimada debdi Amerikaniki chiqib 240 milliardga borgan. Buni qanchalik kuchayib ketib qolgani qolsa. 2020-yili orang 100 milliard ikkisidan chiqib ketdi-da. Shu Xitoyning nihoyat cho'ng savdosi bu yerga ketib bordi. Rossiya bu ikkisining munosabati qanday deysan? Rossiya butunlay men bilan kiriblar Yevropa bilan qarshi turib kurash qildi. Rossiya Xitoyni shu yerga akirmoqchi. Xitoy deydi, ya sen menga muhim, sen yo'qsan men yo'qayman, lekin sana yordam qilmay, shuning bilan birga men Yevropa, Amerika bo'lgan munosabatimni saqlab qolaman. Chunki mening jon tomirim u yer senda emas. O Rossiyaning hech qanday Rossiyaning zamini cho'ng davlat bo'lgan bilan uning bir yillik iqtisodiy GDP'si Amerikaning bir shtatiga yetmaydi. Bizning Los Angelesning bir yillik GDP butun Rossiyaning bir yillik GDP'sidan chiq. Bunda kichik, bunda iqtisodiyotda esa kichik bir davlat. Boyligi chiq, kichik bir davlat, hech qanday taraqqiy qilmagan davlat u yerlarda. Bularning o'tirki, uchtalar o'tirki munosabat mana shunday ketib bordi agar to'qay. Asosan mush o'tir ilishish.
Endi Ha, da. gapleringizni beryaptim. Yana bir savol so'rab qoldim-da. Masalan, bu Xitoy, Rossiya, Amerika o'rtasida munosabat nihoyat bir murakkab, zil munosabat ekanda, bu siyosatning muqim birligi nimasi bu yo'q. Turli har xil o'zgardigan. Masalan, 1970-yillarda bu BDT'da Gomindan hukumati bo'lyapti. O'sha Amerika bilan shu Sovetniki nihoyat surkish yuqori pallaga chiqqan vaqtlarda Sovet qarshi o'ziniki kuchni nima qilish uchun Xitoy kommunistlar Amerika 1976da keldimi Nixon zamonida nima qilib diplomatik munosabat o'rnatish orqali Gomindan hukumatini BDTdan chiqarib etib, uni o'rniga Xitoyni kirdi-ku, ana ism qilib o'ziniki Rossiya qarshi biz nima qildik? O'chada Rossiya bilan Xitoyni o'tirsin bir nima ziddiyat kelib chiqqan mezgillarda, shu mezgillarda. Endi hozir Ukraina urush mezgili nimasida endi bu qattiq kuchib yana uzun suzib ketib qolsa yana shu Amerika avval siz dedingiz hamda Rossiya bilan Xitoy o'tirsidagi bu munosabatda Rossiya butunlay yaqinlashmoqchi Xitoy bilan Xitoy oraliq saqlab qo'yib hem Rossiyani qo'llab hem Yevropa bilan normal aloqani asliga keltirish uni tushuntirganligini dedingiz emasmi? Endi aslında yaxshi kun yana bir ashta mezgil nima qilib qolib qolsa Rossiya bilan Ukraina o'zini ushlab ketib qolib qolsa Rossiyani butunlay yetim qoldirish uchun o'chog'ida Xitoyni yana o'ziga tortib g'arb Amerika g'arb davlatlari Rossiyani yetim qoldirib yana Xitoyning ba'zi nimalarga xalqaroda g'arb davlatlarida savdo etish orqali qilgan mandan bir nima bularmi masalan raqobat deb aytdik 1970-yillikda yana shu Xitoy bilan Rossiyani dushmanlashtirib o'tgan g'arb Amerika davlatlari o'chada Xitoyni o'ziga tortish orqali Rossiyani yetim qoldirgan mandan ahvoli bularmi? Endi sen bilsan bo'ldi, u vaqtdagi Rossiyaning qimmati ig'irligi, vazni deymizda, ig'irligi Amerikaning ko'zida hozirgi Rossiya bilan o'xshamaydi. U vaqtida Rossiyani dunyodagi ikkinchi qudratli davlat deb hisobladi. Kuchliq dedi. Uningga Xitoydek bir qo'shimcha bo'lmasa qarashtig'ini bo'lmaydi dedi. Hozir Ukraina urushda Rossiyaning iqtisodining intayin ojizligini his qildi. Amerikaning iliq vaqtida so'zlagandek birinchi raqibi yana Xitoy, Rossiya emas. Rossiya hozir masalan Rossiya bilan Ukrainaning urushini Amerika imkoniyati uzun tortishni xohlaydi. Masalan, shu qanchalik uzun tortsa Rossiyaning iqtisodi shunchalik vayron bo'ldi. Shunchalik odam o'ldi, hozir qani 500 mingga yaqin odam o'libdi. Lekin Rossiya xalqi azaldan tortib odam o'lgan bilan kori yo'q. Napoleon urushidan bo'ldi, birinchi dunyo urushidan, ikkinchi dunyo urushidan qancha 22 million odamni urushga o'limga tutib berib Germaniya nim qildi. 100 ming odam o'lgan, 100 ming askarni solayvergan xalq. Endi Ukraina ahvoli aslida nihoyat nachar. To'g'rimi? Ukraina hech qanday Amerikamış, Yevropaning qilmasa hech qanday iqtisod yo'q. Barliq sanoatlar vayron bo'lib bo'ldi bombardimanda. Dehqonchiligi texi yo'q. Ukraina. Uning necha million odami sirtga chiqib bo'ldi. O chiqib ketganlarning ichida intayin injenerlar, cho'ng ziyolilar davlatning hisob muhimi, ular asosiyatdan chiqib ketdi. Uning ichida buni zavod Ukrainaning masalanga harbiy kuchlari ilk vaqt desang 40 yosh kirgan odamlar hozir harbiy qatnashyotdi. Odamninki har jihatdan bo'ldi. Shuning uchun Amerikaninki yordami bo'lmasa bu da bir 62 milliard dollarmi Amerika yordam qildi-ku bu yilga. 62 milliard dollar Amerika hech qancha emas. Hech qancha emasda, bir xuddi 100 ming dollar, 1 milliondan 1 dollar eliyotgandek gap. O dollarlarni yordam qildi, qilmasa Ukraina mesela bir haftam turolmaydi. Ukraina Rossiyaning tajovuz bir haftam turolmaydi. Endi Amerikaning maqsadi bu urush qancha uzun so'zilsa, Amerika mı Ukrainaning g'alaba qozonishni xohlamaydi. U guldir-gurlab chiqib ketsa, masalan, oyoq ketsa Amerika Rossiya oxir kes atom bombani asqanda qilsa, sen bunu o'ylamasan bo'lmaydi. Uni xohlamaydi. Chiqib mushtaq Amerika, Yevropa bir aşı Rossiya bir qon sırap tursa, öyle qon gurul ekme asla tim aksa bu Amerika'nınki stratejiyasına uygun keladi. Shuning uchun Ukraina mag'lub bo'lay degan taz bulanmagan Amerika g'ir harbiy yordamlarni berib Rossiyani ishtirib yutdi.
lekin Rossiya tol keyniga chekinib, Rossiya mag'lub bo'lay deganda ma qurol yarog'ini to'xtatib qo'ydi, shunda Ukrainaning hujumini to'xtaydi. Ashundaq ketib mangdigan urush ufka bo'yicha masalanga shuning uchun masalanga Amerika Rossiyaning burungi chiqimi asos kirimi Yevropaga gaz va neft qiladi. Bo'libmi gaz, tabiiy gaz. Yevropa asosiyatni Rossiyaga hozir butunlay to'xtadi. To'xtagandan keyin Xitoy bo'ldi. Shuning uchun hozir Yevropa butun Rossiya butun Yevropadagi gaz bozorini yo'qotgandan keyin Rossiyaningki gaz shirkatining eng chong gaz shirkatining ismi nima deydi? Gazprommi birim deydi. Hozir o Xitoyni eng chong eksport qilgan shirkatga aylandi. Hozir shuning uchun Rossiya yangidan Sibirga bir yo'l yasab, turbi yo'l yasab Xitoyga gazni chiqarmoqchi bo'ldi. Xitoyning masalanga kelajak yilida, kelajak yil 2025-yili Xitoyga chiqargan gaz 380 milliard kvadrat metr yetmoqchi. Uningdagi 2027-yilga kelganda 390-400 milliard kvadrat metr yetmoqchi. Shuning uchun buni qilish uchun Rossiya Mongoliyada bir punkt qurmoqchi. Endi gaz bundan manganka sen yo'llar qilasanda buni Xitoy lekin Xitoy bunda qilgan bilan yana Rossiya hozir butun chiqargan kirimi burungi Yevropaga chiqargan kirimining yarmiga yetmayapti. Gazdan topgan pulning yarmiga yetmayapti. Rossiya iqtisodiy mishada ojizlab ketib bordi. Uningdan boshqa buni tutib Xitoy Rossiyani 2027-yildan boshlab sen gazni hozirgi bahoringdan 40% tushirib bersa deydi. Bu Rossiyaning iqtisodini texnik siqib yetadi. Akcha bu 40% tushirib bersa degan g'arblar bilan Xitoyning maxfiy tuzgan ichidagi kelishimni uqmaysa, Rossiyaning iqtisodini ojizlashtirish uqmaysa. Yevropadagi bir mana shuni o'ylab, birinchi Xitoyning hozir Rossiyaning Xitoyga chiqargan gaz burungi Yevropaga chiqargan gazning yarmi. Bir. Ikkinchi, Xitoyga sotgan gazning bahosi burungi Yevropaga sotgan gazning bahosidan tuvan. İkinci kirim kimiyish. Uchinchi, Xitoy yana buni 40% tuvaltib bersa. Bu masalanga bunda hisob olsak, burun sen $1 pulun bo'lgansa, Yevropadan $1 akirgan bo'lsang, sen hozir uning arang 60 tin topa olaysan. O 60 tindan yana 40%ni ilaversan, bunda esa 35 tin topsan. Shu $1 35 tin tushib ketganda iqtisod intayin ojizlab ketadi. Amerika ojizlatib nima qilish bu asosiy yana bir Rossiyaningki bu da Putinning berishini yana bir eng chong yana bir ideyasi 6-oyda Shvetsariya ashuni o'qilmay ketmaydi. Shvetsariya. Aşağıda Ukrayna bütün xalq aradagi davlatlarni yig'ib Yevropaning, Rossiyaningki besivag'an zimindan chiqib ketsa, shartsiz chiqib ketmasa, ular bilan tinchlik qilmaymiz degan bir shartnomani qo'yib, hamma davlatlarga qo'l qo'yinglar dedi. Uningga Yevropa qo'l qo'yib berdi. Endi o yig'inning biriga cho'qim Xitoy chiqdi. Endi Rossiyaning deydigini, endi Xitoy ashay chiqib qo'l qo'ymasa, o xalqaroliq bayonotga aylanmaydi. Ma'lum oldin elcha, menda bir shaxmat o'ynayotdi-da Rossiya Putin. Endi Xitoy xizmat qildi, sen mega borsa, mala qo'yganda sen chiqsa, yig'inga bormay uning qo'l qo'ymagandan keyin bu Ukrainaning buni xalq orada Rossiyani yong'oqlashtirish degan bayonotni bekor qildi. Putinning berishning yana bir maqsadi asosimiz. Shunda shu oldin masalan Yevropaning xalqaroliq bir tinchlik organ bor, uni Carnegie Endowment for International Peace deydi. Uning e'lon qilishicha Xitoy har oyda Rossiyaga $300 million yadro bomba misile deymiz.
boshquradigan bomba, odamsiz arba, odamsiz aeroplan, tanka nimalarni yasalaydigan asboblarni har yil Rossiyaga 300 millionlik chiqardi ekan. Bu Rossiyaningki iqtisodning harbiy mashinalarning midrab turishida ular bo'lmasa Rossiya nurg'a ishlarni qilolmaydi. Masalan, bu daqiqa nima uchun masalanga Rossiyaga nima Xitoyga Putin ara 2 kunlar ziyorat qildi. 2 kun ziyorat qildi, lekin urush davrida sening qanchalik ziyorat qilganing, qanchalik vaqt qilganing nima cho'ng emas. Bu ichida sen qanchalik ishlarni hal qilishing muhim. Xitoy shu Rossiya Putinning birga neft, gaz Xitoy bilan bo'lgan savdoninki davomlashini, yan bir Xitoy bilan bevosita rubl Xitoy pulini munosabat qilishini, savdo qilishini chunki dollar bilan qilolmaydi. Qilishni yana biri mana yig'inga Xitoyning qatnashmasligini, qatnashsa uning qo'shilmay bilet tashlashini asos qiladi. Mushna Xitoy qildi, Rossiya mushna qilmasa uningki uzun urush qilmay Rossiya hammamiz cho'ng davlatlarimiz iqtisodni aytganda u kichik bir davlat ismlari chiqmasin. Iqtisodiyat aytganda kichik bir davlat. Yana bir savol chiqdi. Rossiya Ukraina urushida Ilshad Qodirga qirim so'rabdi. Rossiyaning Ukraina urushida mag'lub bo'lishi O'rta Osiyo va nurg'un rayonlarga qanday ta'sir paydo qildi? Bu vaqtda tushunchangizni bersangiz. Bu albatta masalan Suriyaga oz bo'lsa, nim bo'lsa asos yordam berayotgan Rossiya. Masalan, O'rta Osiyo hozir bir Isroilga, Amerika qarshi turayotgan bir Suriya bor. Aşı devlet çıktı. O devlet ilvetse Rusya'nın bütün O'rta Osiyodagi eng oxirgi bir miqini ip tashlab yetdi. Rusya'nın O'rta Sharqda deganim. O'rta Middle East. O'rta Sharqda bütün ta'sirini ip tashlab yetdi. Rusya mag'lub bo'lib ketsa O'rta Sharqda hozir Falastinliklarga İsrail bilan Iroqma eng jang qilayotgan davlatlardan biri shu. O'rta Osiyoda Rossiyaning hech ta'siri qolmadi degan so'z bu yomon ojizlab ketdi. Bir u yoqdan yo'q deydi. Ondan keyin bu yerda masalan Rossiya mag'lub bo'ldi, ojizlab ketdi degan so'z xalqlarning burun Rossiyaga bo'lgan umidi yo'qaydi. Nurg'un O'rta Sharqdagi nurg'un davlatlar Rossiyani o'zining oq temi qilib turib, Yevropa davlatlarga biroz qarshi turadi. Masalan, Eronlar hozir Rossiya ketdi degan bularning hammasi oq turki yo'qaydi. Çoğun ta'sir ko'rsatdi. Endi Rossiya boshqa davlatlarga Eronga o'xshamaydi. Rossiyada ocharchilik bo'lmaydi. Masalan, kambag'al bo'lsa, Rossiyada biriga gaz bor, biriga neft bor, yana dunyodagi eng jiq bug'doy ishlaydigan davlat. Bu uchchi bor. Yana eng jiq sarmoy ishlaydigan davlat. Endi Rossiyaning sarmoyi yan dunyodagi eng yaxshi sarmoy, eng yaxshi bug'doy kirdi. Chunki Rossiya azaldan xalqiga har qanday nimaga ximiya ishlatishni xohlamaydi. Xalqni zaxmlaydi. Sarmoylari, hassallari eng yaxshi. Xalq osh qolmaydi. Xalq muzlab qolmaydi. Zavodlari mangalaydi. Neft, gaz, oshliq, sarmoy, sut, bayashi. Shuning uchun taraq qilamaganlar Rossiya o'zi yan o'zining xalqini beqib ketalaydi. Ularning yana doktorlarining saviyasi burunqidan tuvallab ketsa xalqni bikaga davolaydi. Endi Rossiyadan ayrılib qolsa, O'rta Osiyodagilar qanday qildi? O'rta Sharqdagilar. Shuning uchun Xitoymi Rossiyaning ojizlashidan foydalanib, hozir O'rta Osiyoga Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlar bo'lgan kontrol qilishni intayin kuchaytiryapti. Üçte devletlerimi Rusya'nın acizlaşıp ketkenini görüp, burunqidek Rusya'nın aldığı cügrep bağmaydıgan oldu. Mesela hadi Kazakistan dedi. Kazakistan'a berip, sen Rusya'ya karşı namaş kılsan hiç kimden karı yok. Kazakistan'ın prezidentinden tıllısan mı karı yok. Amerika her kandan karşı namaş kılsan Kazakistan karı yok. Xitay karşı müştak namaş kılsan seni ağzı kolgu sakçılık alırdı. Muşningdan O'zbekiston bo'lsa, Qirg'iziston bo'lsa, hammasi Muşningdan Rossiyaning ojizlashganligidan foydalanib, Xitoy O'rta Osiyoni qanchalik kontrol qilib ketganligini bilalaydi. Mush bir kichik misol. Endi Meyermas qo'yayotgan savolda, O'rta Osiyoga bo'lgan ta'siri va Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri debdi. Oldin qapda o'sha Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston 3 davlat bir ittifoq qurdi-ku deyim bular.
ittifoq qurishdan tangla bu Xitoy Sen nima Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston deysan. Üçlüyatqa deyman bilishimcha. Bu üçlüyat bir ittifoqni qurgandan yag'i bu bo'lgandiki Xitoy bu bo'lgan navoat o'ziniki sezgurligini bir andisi deb bir narsa o'tirib chiqyapti-da. Yani mo'shunda ashna bo'lib qolsa hamda masalan Rossiya shunda hozir Rossiyaga qarshi bu uch davlat bir ittifoq qurdi. Ana buni qurish bilan hamda bu yana ashaniki bir siyosiy atmosferasini bir o'zgartirdi hamda. Muşu narsaning hammasi Uyg'urlarga qanday bir ta'sir bo'ladi demoqchi-da, men so'radim. Ta'siri zo'r bo'ldi. Masalan, Rossiyaning ojizlishi Uyg'urlarga ziyonkashlik. Rossiya kuchli bo'lgansa, O'rta Osiyodagi davlatlar Rossiyaga tayinladi. Rossiyaga tayinganki, u yerda Xitoyningki ta'siri ozroq bo'ladi. Uyg'urlar biroz erkinlik bo'ladi. O'rta Osiyodagi qurishimi ular biladi. Burun Rossiyaning nimasida 100 yil, 150 yil yashagan bilan o'zining milliy urf-odati yo'qmagan, millatini saqlolgan, masjidlari botdi. Rus millati kom u millatni yeb, tilini, Ruscha darslarni, davlat tilini Ruscha qilayotgan bilan millat saqlanib qolyapti. Ma Xitoy bir yakelsa, Xitoyning birinchi ishi ash millatni yo'qotish. Uyg'urlarni yo'qotishni ib ketib olmamdi. Xitoy yo'qotdi. Ya şu bu üç devletin kuruşum şu özümüz bir amal qilib bir kuş kuraylı. Xitoyning bu onun için Xitoyning ta'sir intayın kuşluq bu üç devletde. Ona Xitoyning yaman yeri bu her qandaq Müslüman devletlerde bir alaylık var, pariyaydı. Her qandaq Müslüman devletine Türkiye'ye baksam her qandaq Müslüman devleti var, küçük başlasın, çoğun başlak hemmesi parvamı pariyaymen dep durdu. Xitoy par berdi. Şu için bu devletler degen elden kontrolü aşı mesela tüvenden da yukarıcı bir yerde parmak. Bu devletler bu tesir intayın kuşluk, bu tesir kuşluk bu ansır biz Uygurların intayın aciz oldu. Yani Uygurlar mazı mesela Orta Asya'da Uygurlar hiç kanç faaliyet kılanmaydı o. Asasıyla bir yerde jığılıp bir zalının içinde bir polo itip yap. Bir azraq bir nəsə sözləb getməsə, bir Uyğur məktəbini açdı, yaxşı açsın, başqa heç qanday fəaliyyəti yoxdur. Onların əsas bizləmiş Amerika, Avropaga qaraydığı ümididir. Şunun üçün onun Uyğurlar bo'lgan ta'siri intayın çox bo'ldi. Pasif ta'sir. Va ta'sirini deb qo'yib, pasif ta'siri çox bo'ldi. Aktiv ta'sir emas. Endi yana bir savol so'rabdi Ilshad Qodir. Bugun Iran prezidenti o'ltirgan tikshar aeroplan tushib ketdi. Bu voqea navbatda Iran, Xitoy, Rossiya va O'rta Sharq vaziyati qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu qatimqi voqeada Isroilning qo'li bor deb qarashga bo'lamdi deb. Bu eng bir yangi xabarda Ironniki prezident. Men qarasam, tepede ma ekranda ishlardijilik Quick News deydi-ku, dunyodagi bo'lgan ishlarni kunda chiqib turdi. Mana men ekranimda ma chiqdi, ma bo'ldi, Yevropa bo'ldi degan yil bunda 50 xatga chiqib turdi. Endi uning qancha ekran bo'ldi? Masalan, bularnichi biz bilmaymiz, qara. Bu bir Avstraliyaning qo'li bormi? Birisining qo'li yo'qmi? Yo o'zining qo'limi? Hozir qadar hech aniqlanmagandan keyin bu hammamizning kallasiga o'zimiz so'zlayotgan so'zlar, qara. Bizda hech qanday ishga axborotimiz yo'q. Bizning Uyg'urlarning bir CIA'dek tashkilot yo'q, ichki kirdigan. Shuning uchun faqatla paras. Hammamizga so'zlaydigan payda buning qancha ta'sir bo'ldimi bilmaymiz. Hamsa oxirgi men bir deb o'tib ketay. Men hozir Masa Xi Jinping men o'zim o'ylab qisqa bir bunda nim qo'ygandim. Xi Jinping ma'o Rossiya bilan bo'lgan bir hamkorlashish cheksiz bo'ldi deb so'zladi. Xitoycha iliqi bu Shangshan deb so'zladi. Cheksiz hamkorlash bo'ldi dedi. Lekin xalqarada bu 4 masalaga duch kelyapti. Buni birinchi Xi Jinping Yevropa bilan birlashib, mana yakun yabay so'zlagan so'zini biroz yakunlab qo'yay. Yevropa bilan birlashib, Amerika bilan Yevropa o'rtasida bir ayrish, bir ziddiyatni hal qilmoqchi. Lekin bu da bag'anda Yevropaga borganda Fransiyaningki prezidenti Macron ve Avrupa Birleşmesi'nin reisi Ursula Xi Jinping bilan uçuq dedi. Sen Rossiyaga bergan yordamni to'xtatmasan, Rossiya bilan davomli munosabatni qilsan, Amerikaga o'xshash bizmi sana bo'lgan
barlıq işlerimizni etib etimiz dedi. Bu bir Avrupaga. İkinci, Avrupa, Rusiyanın Avrupaga nefti çıkarışı bütünlay tükkendiken Rusiyanın en çok ümidi bu da mışı Sibiriyada ikinci numaralık turb yasaş için Xitayga her yılı 50 milyar gaz çıkarış. Muş arkalık özünün iqtisodiningki boşluğunu to'liqlamoqchi. Lekin hozir bu texta ravanmaqmayotidir. Bu matkan kishi biri bu uzun bu turbini yasash uchun az deganda 10 milyar dollardek pul ketadi Xitoyga. Xitoy deydi bu pulni hemen sen tatsa deydi. Bu Rossiyaga 10 milyar yaman çok. Onundan başqa sen müşək ekankin gazның bahasını bizga tuvansetib bersa deydi. Texmi tuvansatsa deydi. Bu ziddiyat halkımızı tutmadı. Üçüncü, azıl Amerika Xitay bankalarga agahlandırış verdi. O vaxtda da Blinken bağanlı verdi. Sen eğer Rusya'ya davamlıq yardım versen, xuddi Rusya'nı xalqaro bank sistemisinden iştirib chiqarib etgandek seni iştirib chiqarib etimiz deydi. Hozir ikki bankasiga ikkinchi darajalik ogohlantirish berdi. İkinci derecelik cazanı əməlləşdirdi. Şunun üçün hozir Xitaymı dərhol Rusiya bilan bo'lgan nurg'un savdolarni qisqartib atdı. Lekin çünki Xitoy biladi, Xitoy Rusiyaga o'xshamaydi. Xalqaro tayinib jon boqadi. Rusiya xalqaro bo'lmasdan jinni beqib ketadi. Gadoy yashaydi, jinni beqib ketadi. Shuning uchun bu Xitoy masalasiga hozir 3-chi masala bo'ldi. 4-chi masala bu Xitoy bilan Rusiya o'zaro shundaylik yaqin bo'lgan bilan bular yana o'zaro bir-biriga ishonmaydi. Bir-biriga ehtiyoj qiladi. Shuning uchun bularning o'rtasidagi ittifoqdoshlik haqiqiy do'stona ittifoqdoshlik bo'lolmaydi. Shuning mana shu 4 masala bor. Men hozir shu yuqorigi so'zni so'zlasam, bularning o'rtasidagi ziddiyat va hamkorlashish meningcha asosiy shu 4 tarafni egallaydi. Endi savolim bo'lsa deyman. Yana bir Ilyar Abdugan bir qayerda shunday savol so'rabdi. Amerikaning O'rta Osiyoga bo'lgan strategik planlarining shapsi yo'qmi yoki G'arbning O'rta Osiyo siyosatiga hech qanday bir nimasi yo'qmi, ketish yo'qmi debdi. Nimasi yo'qmi debdi. Yana G'arbning O'rta Osiyoga bo'lgan nimasi bir siyosatida bir o'zgarish yo'qmi degandekda. Masalan, Rossiyaniki ozodgan fursatdan foydalaniblar qiziqishlari, ama G'arbning O'rta Osiyo siyosatiga qiziqish yo'qmi deydi. Hamda Rusiyaniki bu kadar acizleşen kalgan azizatqa vaqtda ortası bazı devletler Rusiya qarşı bizim qapqansızlıkları yok deb. Ama Qırğızistan, Özbekistan, Qazaqstan 3 devlet bir ittifaq kurdu da bu narsalarniki. Bu ittifaqning bir aqtarını şapirib atqan Amerika nimasi bormi yoki G'arbga qiziqish nimasi deb bu tarafdan bir qo'llar bormi degandekchi, unda bir analizlaringiz yoki vaqt o'qigan bir nimalarınız bormi? Qara Amerika elden tatib O'rta Osiyo, O'zbekiston, Qozog'iston aşağılarda bir bazlarni qurishni, aşağı cho'nqur ta'sir yetkazishni xohlaydi. Lekin bu davlatlarga Amerika intayin jiroq. Ya quruqlikda borolmaydi, ya dengizda borolmaydi. Bevosita ta'sir yo'q. Onun uchun bu davlatlarning boshqalarimi asosiyatdan, masalan, Qozog'iston biroz nim bo'lganlar, masalan, O'zbekistonlar, Qirg'izistonlar bular yani nurg'un jihatda asos, yani burungi Sovet ittifoqidek bir xil diktator shakldagi ma'lum darajada bir podshoh shakldagi davlatlar. Bular bu keng ko'lam Amerikalikka Amerikaningki demokratiya sistemasining uyiga kirishini xohlamaydi bu bosh. Xalq xohlaganlar boshqa xohlamaydi. Ularning turmushi nihoyat yaxshi hozir. Turmuşu rahat, bütün devletinin nəgi barman deydi, tuqqallarının, uruq tuqqalları həmmisi bayaşıya devlet. Şunun için ular hazır Amerikanın təsirini qubul qilishini menimcha ancha xohlamaydi. Şunun için Amerikanın uyaga qadam qo'yolmayapti. Endi Rossiya ojizlab ketsa, Rossiya ojizlab ketsa, u davlatlar asos Xitoyga masalan davlat tuzumi tarafdan u davlatlar Amerikaga qaraganda Xitoyga texmi yaqin. Həmmisi diktator, aşı dokurtki başlıqlar həmi adamını başqurdu, şular siyasetini bekitdi, xalqның erkin sözlüğünü qoymaydı, həmi jetmam ki, bu devletlərmi hazır Amerikani bizga yordam qil deydigan, ulardan undaq deyə iştiyaq yo'q. Şunun üçün hazırgacha Amerika şu qanday qildi, ta'sir bo'lsa ko'rsatadi, bo'lmasa jiroqdan qarab turadigan fursat kerak.
hozir yo'q ani ta'siri. Endi eng oxirgi bir savol mash bir e'lon chiqarib qo'ygan ekan bugungi suhbatga nisbatan ma Elshod Qodir qarindoshimiz bir inkos yozibdi, bir tavsiyani beribdi. Buni o'qib boqay. Assalomu alaykum Abdurim G'ani apandim. Sizga yana bir suhbatni tavsiya qilay. Bu suhbatga yana yaqinda ingliz nashridan chiqadigan Nutus jurnalda oshkorlangan Nuri Turkal bilan To'lqin Aysoning jinsiy parakandalik haqidagi mazmun Nutus jurnali mazmun deydi. Nutus jurnali zodi qandaq bir jurnal, ba'zilar bu jurnalning Xitoyning Janubiy Sahar gezitli aloqasi bor deydi, ba'zilar bu Amerikadagi mustaqil bir tadqiqot organining jurnali deydi. Bu jurnal zodi qandaq bir jurnal, bu jurnalning g'arb tashviqotidagi ta'siri, bu jurnalda yaqinda chiqqan Uyg'urlar to'g'risidagi xabarning Uyg'ur da'vo siyosatining g'arbda qandaq ta'sir paydo qildiganligi to'g'risida Mavla Yasin apandim tushuntirishda o'zining analizini Uyg'ur xalqiga sungan bo'lsa deydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yana birisi Arslan Hidoyatniki Osmagul bilan o'tkazgan suhbati inglizcha bo'ldi. Nurg'un Uyg'urlar bu ingliz suhbatini tushunolmadi. Bo'lsa bu ingliz suhbatni Mavla Yas apandim tarjima qilgach o'zining analizini o'ttirib qo'ysa, Uyg'urlarning manfaatli munosabat suhbatini cho'qim Uyg'urlar tushunish kerak. Bu tavsiyalarni o'ylashib baqsangiz deydi. Men ikki tavsiyani biribdi. Bugungi programmamiz endi bir soat o'tib ketdi-da. Aslida 40 minutlik vaqtimiz deganda 1 soat eshibdi. Xohlasangiz mana ikki tavsiya qilib boshqa qarindoshlarimiz buni yana bir qattam yaptishibekni o'rlashtiramdi. Bo'ldi, boshqa kuni mush hafta ichida bo'lsin. Boshqa kuni bo'lsa, yana bir mana 6-oyning 5-ni tatib bir oylik safarga chiqib ketdim. Shu uchun hatta bo'lsa, endi buningda bu hozir bir qiziqarli amaliyotni men bakma ahamiyat berib ketmagan bir ish. Endi lekin hamma odam so'zlaydi. Bu fotografik Uyg'urlarning psixologiyasining ma'lum jihatdan qancha buzilib ketganini so'zlaydi. Uyg'urlar nada jidal borki, nada bir ish borki, necha minglab odam kirib anglaydi. Shuning uchun men deyim bo'ldimi shartlarlik so'zlaydi, Uyg'urlar hammasi ekansiz. Mush Uyg'urlar hammanglar iliqqa bir psixologiya jihatdan ancha-muncha iliqqa dars olsa bo'ldi ekan, Turkiyada bir singlim bor, mush psixologiya to'g'riliq dars o'tadi. Ismi nima? Kamilami? Bir nima degan bir singlim bor. Shu ismi Kamilago deymi? Mush psixologiyalik dars o'tadi. Men bir ishni anglab baqsam shunda yaxshi o'tadi ekan. Uyg'urlar ayolning darsini anglanglar. O ayol har mavsumda bir necha oy o'tadi-ku. Ashta ansanglar, o'zinglarning mushta ishlar bo'lgan analizini ko'z qarshinglarga shunda cho'ng foydali. Nayt yaxshi dars o'tibdi. Bo'pti, haftalikda bir kuni so'zlashaylik, buni yig'im o'tib ketdi. Rahmat Mavla aka, chiqarib Uyg'ur choyxonasi programmasiga qatnashib, Xitoyning Yevropa ziyorati, Putinning Xitoy ziyorati haqidagi ba'zi tushunchalarimiz bilan o'rtoqlashganingizga uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kelar sonlik bir şeyler. Bo'ldi, ma'qul, xo'sh fikr.